siz biznesmensiz yoki ishlab chiqaruvchisiz. Sizga zo'r taklif bilan chiqyapman. Hech kim bermagan taklif, hech kim qilmagan ishni men qilmoqchiman. Bu qanaqa bo'ladi? Reklama xizmati taklif qilaman, qaranglar. Reklama qilib beraman, ommaga olib chiqib beraman, mahsulotlarni to'liq informatsiyasini beraman. Kiyim-kechak bo'ladimi, stroy material bo'ladimi, oziq-ovqat bo'ladimi, nima mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar halol mahsulot bo'lsa bo'ldi. Mutlaqo bepulga bo'ladi reklama xizmati. Batafsil ma'lumotni shu nomerlardan olasiz. To'g'ri, biznesingiz yurib turgan bo'lishi mumkin, lekin buni rivojlantirish uchun qanaqadir sizda hafsala yoki imkoniyat bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqa olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizni o'rningizga shu ishni men qilaman. Batafsil ma'lumotni shu nomerlar bo'yicha olasiz, aloqaga chiqavering, gaplashib olamiz to'lig'ini. Yana qo'shimcha qilib aytib ketaman. Bu narsa o'zim uchun ham kerak. Nima uchun? Men ham biznes qilmoqchiman, lekin nima biznes qilishi hozircha to'xtamiga kela olmayapman. Menga bu bitta variant bo'ladi. Har xil variantlar chiqsa, o'sha har xil variantlarni o'ylab ko'rib, shu biznesni qilmoqchiman. Men ham balki kelishib qolsa, совместно ishlayveramiz, aloqaga chiqaveringlar.